Inson hayotida eng xavfli dushman bor. U ko'rinmaydi, ovozi baland emas, lekin ta'siri juda kuchli. U insonning yonida emas, ichida yashaydi. Bu dushman bizga shivirlab gapiradi: sen eplay olmaysan, boshlashga hali erta, baribir foydasi yo'q. Va eng achinarlisi, biz bu ovozga ishonamiz. Qo'rquv sabab imkoniyatlar o'ldiriladi. Bir qadam tashlash mumkin bo'lgan joyda inson ortga chekinadi. Kechiktirish esa orzularni sekin-asta ko'madi. Bugun qilinmagan harakat ertaga afsusga aylanadi. Yana bir og'riqli haqiqat bor. Biz ko'pincha boshqalar muvaffaqiyatidan emas, o'zimizning jur'atsizligimizdan yutqazamiz. Chunki o'ziga ishonmagan inson ochiq eshikni ham taqillatib o'tirmaydi. Ammo bu dushman yengilmas emas. U faqat biz taslim bo'lganda kuchli. Inson o'z fikrini boshqara boshlagan kuni, qo'rquv ustidan kulgan kuni, harakatni aynan bugun boshlagan kuni g'alaba boshlanadi. Xulosa shuki, agar inson o'zini yengsa, hech kim uni yenga olmaydi. Ammo o'zidan yengilsa, unga dushman ham kerak emas.